baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Ayol azaldan mehr, shafqat va sadoqat timsoli bo'lib kelgan. Inson, oila, ayol tushunchalarini bir-biridan ajralgan holda tasavvur etib bo'lmaydi. Oilani ham, jamiyatni ham birlashtirib, unga fayz va barokat kiritadigan xonadonlarimizni mehr, muhabbat, nafosat, ezgulik nuri bilan munavvar qiladigan zotlar ham aslida mo'tabar onalarimiz, munis opa-singillarimizdir. Ulug' donishmandlar vatanni eng munosib ta'riflaganda uni ona siymosiga qiyos etganlardan katta ma'no bor. 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami viloyatimiz bo'ylab keng nishonlanmoqda. Muxbirlarimiz jarayonlardan xabar qiladi. Yurtimizga yangilanish, yasharish faslining kirib kelishi barcha yurtdoshlarimizga o'zgacha ko'tarinki ruh baxsh etdi. Bahorning dastlabki bayrami 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan Navoiy kon-metallurgiya kombinatida bayram tadbiri tashkil etildi. Tafsilotlarni birgalikda kuzatamiz. Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyatidagi ko'p yillik fidokorona mehnati O'zbekiston Respublikasi kon-metallurgiya sanoatini rivojlantirish va jahon standartlariga javob beradigan mahsulotlar ishlab chiqarilishiga qo'shgan munosib hissasi hamda 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan fidokorona mehnati uchun bir guruh xotin-qizlar Navoiy kon-metallurgiya kombinati faxriysi unvoni bilan taqdirlandi. 35 yildan beri shu Navoiy kon-metallurgiya kombinatida ishlab kelyapman har xil sohalarda. Yaqinda muhtaram prezidentimiz tomonidan mo'tabar ayol ko'krak nishoniga sazovor bo'ldim. Men bildimki, o'zbek xalqining ayollarga bo'lgan hurmat, izzat juda ko'tarinki ruhda ekanligini his qildim. Bu olgan yutug'im butun Navoiy kon-metallurgiya kombinati xotin-qizlarning yutug'i deb bilaman. Hammalarga sog'lik, salomatlik tilayman. Hammasiga bundan ham zo'r mukofotlar erishishga tilaydoshman. 3-hafta korxona Navoiy kon-metallurgiya kombinatida 30 yildan beri ishlayman. Bugungi bayramga mana bizni taqdirlashganidan juda xursandmiz. Bundan keyin ham shu korxonamiz faoliyatiga o'z hissamizni qo'shishda davom etamiz. Mana shu 30 yillik faoliyatim davomida ko'plab shogirdlar yetishtirdik va ularga o'z tajribalarimni o'rgatib kelyapman va bundan juda mamnunman. Investitsiya loyihalarini jadallashtirish evaziga 2026-yilgacha mo'ljallangan dastur ijrosi 2024-yilda muddatidan 2 yil oldin 32,2% ga ortig'i bilan bajarildi. Buning zamirida albatta bilim va tajribasi, mahorat hamda mehnatini kombinat ravnaqiga baxshida etib kelayotgan xotin-qizlarning munosib hissasi bor. Baribir muqaddassan, muqaddas ayol. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami kuni go'zal va betakror yurtimizga bahor nafasi kirib kelganidan darak beradi. Qutlug' sanada xotin-qizlarga ehtirom ko'rsatish an'anasi yil sayin umumdavlat ahamiyatiga ega bo'lib, yuqori maqom darajasiga ko'tarilmoqda. Oila jamiyatning tayanchi, hayotimizning ustuni, guli, mazmuni bo'lgan ayollarimizni e'zozlash, ularga hurmat ko'rsatish xalqimizning azaliy qadriyatlaridan hisoblanadi. Navbahor tumanida o'tkazilgan tadbirda tuman hokimi so'zga chiqib, muhtarama onalar, aziz opa-singillarni samimiy qutladi. Xotin-qizlarning huquq-manfaatlarini to'liq ta'minlash, qadr-qimmatini ulug'lash davlatimiz siyosatida yetakchi o'rinda ekanini e'tirof etdi. Ta'kidlanganidek, har bir sohada faoliyat yuritayotgan, oilaga nur bag'ishlayotgan xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni alohida va jamiyat ravnaqi uchun sidqidildan xizmat qilayotgan bunday ayollar eng yuksak ehtiromga loyiqdir. E'tirof etilganidek, mamlakatimizda xotin-qizlar ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish, tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, bilim va kasbiy ko'nikmalarni egallab, munosib ish topishlariga ko'maklashish, salomatligini saqlash, uy-joy bilan ta'minlash kabi muhim masalalarni hal etishga e'tibor qaratilmoqda. Davlat darajasida ko'rsatilayotgan g'amxo'rliklar ayollarni yangi O'zbekistonni barpo etishning barcha sohalarida faol ishtirok etib, vatanimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga munosib hissa qo'shishga undamoqda. Ayol borki, olam munavvar. Ayol borki, bir qo'lida dunyoni tebratadi, bir qo'lida esa beshikni. Xususan men mana shu Beshrobod mahallasida ijtimoiy xodim
sifatida o'z faoliyatimni boshlar ekanman, avvalambor qaysi toifadagi insonlar bilan ishlashim kerakligini tushunib yetdim. Qachonki ayol kishining uyida, ro'zg'orida xayr baraka, quvonch bo'lsa, u og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan insonlarga olam quvonch ulasha oladi. Ularga sidqi dildan yordam bera oladi. Xususan mahallamdagi 126 nafar nogironligi bo'lgan shaxslar mavjud bo'lsa, shulardan 56 nafari ayol kishilarni tashkil etadi. Og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan ushbu ayollarga quvonch ulashish, ularni og'irini yengil qilish mening kasbimning asosiy ahamiyatini kasb etadi. Shundan 4 nafar nogironligi bo'lgan xotin-qizlarimni joriy yilning fevral oyida bandligini ta'minladim. Ushbu ayollarni ruhiyatida ko'tarinkilik yuzaga keldi. Oilasiga xayr baraka kirib kelyapti. Eng muhimi, nogironligi bo'lsa-da jamiyatga qo'shila olishidan xursand. Ular jamiyatning bir bo'lagi ekanligini tushunib yetishdi. Tuman aholisining 50%ni xotin-qizlar tashkil etadi. Ayni paytda ular jamiyatning turli jabhalarida mehnat qilib, yurtimiz taraqqiyotiga o'zlarining munosib hissalarini qo'shib kelishmoqda. Jarayonda bir guruh xotin-qizlar tuman hokimligining tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Fayzli dasturxon atrofida tashkil etilgan bayram tadbiri tuman madaniyat bo'limining navbahor taronalari, ashula va raqs dastasi san'atkorlarining diltortar taronalari bilan yanada fayzli o'tdi. Baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Ayollarni qadrlash, ularning mehnati va fidokorligini e'tirof etish kuni. Bu kun ayollar go'zallik, mehr-oqibat va baxt timsoli ekanligini yana bir bor yodga soladi. Xalqaro xotin-qizlar kuni butun dunyoda keng nishonlanadi. O'zbekistonda ham bu bayram katta ko'tarinkilik bilan o'tadi. Ayollarga bo'lgan ehtirom ramzi sifatida turli tadbirlar tashkil etiladi. Xususan, Qiziltepa tumanida ham Ayolga ehtirom nomli bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Bugun bizning Qiziltepa tumanimizda yurtimizning barcha jabhalarida bo'layotgandek 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni keng nishonlanmoqda. Bugungi mana shu 500 dan ortiq xotin-qizlarimizni taklif qilganmiz. Ularning orasida hozirgi kunda dolzarb bo'ladigan o'sha yurtimizni kambag'allikdan chiqarish mavzusida ishlar olib borganimiz natijasida mana shu yerga har bitta mahalladan 5 tadan kambag'al oila vakillarini, ayollarni chaqirganmiz. Bu ayollarimiz bugungi bayramda kelib, juda ham xursand bo'lib ishtirok etmoqdalar. Bundan tashqari tumanimizdagi har bir korxona, tashkilot, maktabgacha ta'lim muassasalari, bank, prokuratura, ichki ishlarda xizmat olib borayotgan ayollarimizni ham taklif qilganmiz. Tadbirda tuman hokimligi, jamoat tashkilot vakillari, mehnat faxriylari, faol ayollar va yoshlar ishtirok etdilar. Dastlab tuman hokimi bayram ishtirokchilarini qutlab, ayollarning jamiyatdagi o'rni va ularning fidokorona mehnat haqida so'z yuritdi. Shuningdek, mamlakatimizda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida ma'lumot berildi. Bayram tadbirida turli sohalarda faoliyat yuritayotgan bir guruh ayollar faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Kuy-qo'shiqlar, raqslar, sahna ko'rinishlari namoyish etilib, bayram ishtirokchilariga ko'tarinki kayfiyat ulashildi. Bugun mana xalq xo'jalik sohasining turli tarmoqlarida ishlagan, necha yillar turli sohalarda faoliyat olib borgan bir qancha xotin-qizlarimiz tuman hokimining faxriy yorliqlari bilan taqdirlandilar. Shu jumladan menga ham bugun mana shu tuman hokimligining faxriy yorlig'i topshirildi. Mana men ayni damda o'zim nafaqadaman. Nafaqada bo'lishimga qaramasdan tuman buvijolar maktabi guruhi rahbarligini faoliyatini olib boraman. Bugungi topshirilgan faxriy yorliq menga yanada kuch, harakat bag'ishladi. Bundan keyin yoshlarni oilaviy hayotda tayyorlashda, ta'lim va maktabgacha ta'lim muassasalarida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda o'zimni munosib hissamni yanada qo'shaman. Ushbu bayram tadbiri Qiziltepa tumanida ayollarga bo'lgan ehtiromning yana bir yorqin ifodasi bo'ldi. Baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Ona O'zbekistonimizning osudaligi, oilalarning fayzi, baxt va saodati va totuvligi, olib borilayotgan har bir bunyodkorlik, yaratuvchilik ishlarida ayollarimizning aql zakovati, o'tkir zehni mujassam. Uchquduqlik ayollar bu borada ilg'orlar safida bo'lib, ular ham bayram munosabati bilan ana shunday e'zoz, ehtirom bilan Uchquduq madaniyat saroyiga taklif etildilar. Jarayonlarda tadbirkorlardan tortib obodonlashtirish, ta'lim, tibbiyot, san'at, kon metallurgiya sohasida xizmat qilayotgan ayollarning mehnati e'tirof etilib, taqdirlandi. Uchquduq tuman hokimligi Shimoliy kon boshqarmasi rahbariyatining sovg'alari bayram shukuhini yanada oshirdi.
Uchquduq shahriga 40 yildan beri mehnat qilib kelyapmiz. Hozirgi paytda ayol xotin qizlarga katta e'tibor berildi. Prezidentimiz tomonidan keng yo'l ochib berildi tadbirkorlikka. Men bir tadbirkor ayol sifatida butun O'zbekiston xalq ayollarini, qolaversa Uchquduq shahri aholisini, ayollarini chin dildan tabriklayman. Ularga sog'lik, omad, oilaviy baxt tilayman. Har bir ayolning oilasi butun, rizqi ulug', noni butun bo'lishini istayman. Hududdagi tantanalar majmuasida bo'lib o'tgan tadbir chin ma'noda davrimiz malikalariga bahoriy ayyom quvonchini ulashib, unda 80 nafarga yaqin ijtimoiy himoyaga muhtoj, ijtimoiy himoya reyestrida ro'yxatda turgan ayollar hamda faol xotin-qizlar ham e'tibor markazida bo'lishdi. Mana bugun gurkirab yashnagan mustaqil O'zbekistonimizda yana bir bayram shukuhi avj olmoqda. Bugun 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan bizning Uchquduq tumanimizda ham katta shodiyona bo'lib o'tmoqda. Bizning bu bayramimizda tumanimizdagi ayollar, uyga o'tirgan onaxonlarimiz, opaxonlarimiz va buvijonlarimiz ishtirok etyaptilar. Bu munis opa-singillarimizga, aziz ayollarimizga Uchquduq tuman hokimligi tomonidan chiroyli dasturxonlar tayyorlanib, xotin-qizlarimizga esdalik sovg'alari ulashildi. Bahoriy bayramlar ayollarga mehr, e'tibor va ehtirom ko'rsatishning eng go'zal ifodasi. Ayolga ehtirom haftaligi doirasida o'tkazilgan mazkur bayram tadbirida mehmonlarga nafaqat samimiy tilaklar, balki go'zal kuy-qo'shiqlar orqali ham haqiqiy bayramona kayfiyat ulashildi.